Assalomu alaykum, izzatli baraka biz kanali obunachilari. Xudo xolasa mana yana yangi bo'g'ozlarimiz keldi akalar. Akalar, videoni ko'rishdan oldin like va podpiska bo'lib qo'yaylik. Oldindan rahmat. Obzorni boshlaymiz keyin. Ikkovi ham o'ta go'zal narsalar, xudo xolasa. Bugungi sana 2026-yil 27-aprel, haftaning dushanba kuni. Manzil Namangan viloyati So'raqo'rg'on tumani Kalva qishlog'i. Mana taglarni ko'ryapsizlar akalar. Ikkalasi ham birinchi qoringa. Bunisi akalar kuragini hali yormagan. Bunisi endi yoribdi. Mana taglari. Ikkovi ham xudo xolasa yaqin. So'g'imlar ham o'tavdi. Bunisi ham вообще jo'ki. Xudo xolasa mana so'g'imlar. Xo'shga. Bolasi ham o'ta yedik. Xudo xolasa ikkovini ham kunligi qoldi. Mana taglar. Mana bunisi. Tagi ham o'ta barakali. So'g'imlari ham 6 ta ekan so'g'imga. Hali xunajon. Bunisini bo'yi 1.25, narigisiniki 1.20 plus ekan. Ikkalasi ham birinchi qoringa. Pasti yetuk, xudo xolasa haftaliklar qoldi. Puliga kelsak, puliga 28 millionga 27 million xayri bor. Nomerlar 94lik 268 32 12 raqamiga aloqaga chiqa olasizlar.